Farqlashgan ishingiz o'tgan-ku. Nima ish qilib kun tushuncha olmaysiz? Farqlashgan ishingiz o'tgan-ku. Nima ish qilib kun tushuncha olmaysiz? Siz men tushuncha belgida kimdingiz? Ha? Nima ish sizga tushuncha belgidakmi? Annekin, ikkimiz ajrashgan ekan, siz ayirla azashmabsiz. İşkalarına azallı işama yok mu yoki ayrılıp ketdinglarmi? Bo'pti. Sizga deb beray. Mening azaldan Toyir bilan munosabatim yo'q. Ham buningdan bo'lib qolishi mumkin emas. Men sizga mushishini tushuntirish uchun eg'izimdan bir qat teri so'yilib ketay deb baqdi. Siz meni tushunib baqdingizmi? Ha? Gapimga ishonib baqdingizmi? Farqning ishiga kelsak, bek davatmandingiz. Akuf kishkaylar bilan o'yinsiz qanday qildik-a deb. Agar men xohlasam uning yo'q degil olmaydi. İşkalarning gapidan oldim. Hech qanday shunday yo'q ekan. Burunning yo'q bo'lganligi hozir bo'lmasligidan derak bermaydi. Buningdan men xohlasam har ish mumkin bo'ladi. Chiqing. Hozir ko'zimni yo'qlang. Men siz chiqing deyaptimi? Ikkinchi ko'ringichi bo'lmang. Men sizga ketdim. Yana nima? Madinani elimda olib qolgan vaqtimda men sendan Madina degan kim deb so'rasam gapimni qildim. Annekinchi. Tugdi. Kim tugdi? Shu, endi o vaqtlarda deyish afsus bo'lib qoldi degina. Hozir Madinani kimligini bilib oldi. Ondan sal shiraqdi. Burunqidek ishdan tushgan vaqtlarda apirib akam san bo'ldi. Men to'g'risini nima Nadira bilan to'y qilmadi kelsam, unda ishlarım deyli. Jenicha. Ma'qul. Bu filmning davomini biz O'zAvoz salonida ko'ramiz. Salon nomeri bosh betda bor.